Allah bizga dunyoda yaxshilik ato qilgin. Amin. Ya Allah bizga oxiratda yaxshilik ato qilgin. Amin. Ya Allah bizga kuch quvvat va jasorat ato qilgin. Amin. Ya Allah Xitoylar ko'mir tajovuzga qarshi yordam bergin. Amin. Ya Allah Xitoylarning suiqasdini amalga oshirmagin. Amin. Ya Allah Xitoylarning qo'shinlarini butunlay vayron qilgin. Amin. Ya Allah Xitoylarni butun dunyoga ibrat qilib qattiq jazolagin. Amin. Ya Allah Sharqiy Turkistondagi barliq musulmonlarni qutqazgin. Amin. Ya Allah turmalardagi va lagerlardagi qarindoshlarimizni salomat qilgin. Amin. Ya Allah o'lib ketgan ota-onamiz va tuqqanimizni mag'firat qilgin. Amin. Ya Allah mujohidlarimizga kuch, quvvat va g'alaba ato qilgin. Amin. Ya Allah bizni Sharqiy Turkiston jihodini boshlashga nasib qilgin. Amin. Ya Allah butun dunyo musulmonlarning qalbini birlashtirgin. Amin. Ya Allah butun dunyodagi musulmon ayollarning duosini ijobat qilgin. Amin. Ya Allah musulmonları ve İslam'ni aziz g'olib qilgin. Amin. Ya Allah senden qo'rqmaydigan, bizga rahim qiladigan zolimlardan qutqazgin. Amin. Ya Allah Sharqiy Turkistonga mustaqillik ato qilgin. Amin. Ya Allah dushmanlarimizning halokatini tezlashtirib bergin. Amin. Ya Allah dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarni ittifoqlashtirgin. Amin. Ya Allah bizni o'zing yaxshi ko'radigan bilimli adil rahbar bergin. Amin. Ya Allah bizni Qur'on